Assalomu alaykum hurmatli konferensiya qatnashchilari. Ya'ni bugungi kunda 37.4 million aholiga iste'molchilarga ichimlik va oqova suv xizmatlari ko'rsatib kelinmoqda. 17 ming kilometr tarmoqlar rekonstruksiya bo'ldi. Bizga O'zbekistonda 12 ta suv ta'minot korxonalari o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. 5%. Yillik suv sotish hajmi 1 trillion 300 million metr kubni yoki 2023 va 2024 yillar orasidagi o'sishni. And then I will try to explain why we need to engage with the private sector context. What is the crisis about water and ta'minotjon muborak suv ta'minot tizimini rekonstruksiya qilish loyihasi. Erishiladigan natijamiz 697 ming aholini suv ta'minoti yaxshilanadi. Shundan 423 ming aholi ilk bor ichimlik suvi yetib oladi.